Bu Qashqadaryodan olib kelgan Cobalt'imiz, akalar bilasizlar. Qarshi shahriga borib sotib olganmiz. 40 ming yurgan masla demayman, chunki 40 ming yurib qo'ygan. Lekin salafan mashina yangi. Akalar, mashinamiz kurgon pachoq bo'lib yotibdi. Orqa bagaj, orqa krilo, stop, fara, bamper. Orqa eshigi, oldi krilo, kapot. Tomlarni ezib olgan. Laboylarni yirtib chiqib ketgan, akalar. Motor korobkasini o'zingizlar ko'rasizlar. O't-butun turibdi. Hech narsa qilmagan, lekin radiatorlar yo'q, akalar. Faralarni sindirib yuborgan. Oldi krilo, oldi eshik, orqa kriloda ham bor dash, akalar. Salon holatlarini ko'rsanglar bo'ladi. Airbag otmagan. Butun umr otmagan bu mashinani airbag, akalar. Xullas ko'rib chiqdinglar mashinamizni, krugom olgan ekan holatda. Bu mashinani Qarshga borib sotib olganmiz. Butun O'zbekiston bo'ylab shunaqa mashinalar olamiz. Agar bizga avariyniy mashina topib bersanglar, $100 dan $200 do'laylar bor, akalar. Joninglar sog' bo'lsin. 24/7 aloqadamiz, xizmatdamiz. Bemalol murojaat qilinglar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar.